أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Savoqdoshlar, bugun darsimizni boshlashdan ilgari biz ilgirki darslarda o'tgan mazmunlarni bir quruq qisqacha takrorlab o'tib ketaylik. Biz kitobimizning boshida fasohat balog'at haqida to'xtalib, fasohat odatda so'zda topiladi va jumlada topiladi va mutakallim topiladi. So'zdagi fasohatning sharti shu so'zningki tanaffurul huruf, muholafatul qiyas, g'arabatdan xoli bo'lishi. Jumladagi fasohatning sharti shu jumlaningki ضعف التعريف تنافر الكلمات وتعقيد يعني تعقيد لفظي olsun yoki تعقيد ma'naviy olsun bu ta'qidlarning xoli bo'lishi degandir. Undan keyin balog'at kelib, balog'at degan nima desa, jumladagi balog'at deganimiz jumla avval fasohatli bo'lishi kerak, bayatimiz degan shartlar tepilishi kerak. Fasohatli bo'lgandan keyin jumla halning taqozosiga mos shaklda tuzilishi kerak. Ya'ni mutakallimning maqsadini, muddaosini ifodalab beradigan shaklda qana qilish kerak, tuzilish kerak. Ya'ni halning taqozosi deganimiz shu mos munosib shakldagi bir e'tiborga bizdan muddaoimizni ifodalash qanday shaklda jumla keltirishni taqozo qilsa, shu shaklda jumlalarni keltirishning o'zi balog'at deb biz fasohat balog'at haqida gapni to'xtatgan. Lekin fasohat balog'atninki umumiy ahvoliga ko'ra biz jumlamizningki balog'atlik bo'lishi uchun lozimliq narsalardan masalan sarf bilan hal qildig'ini va nahviy orqali hal qildig'anlari va tabiiy hal qildig'anlari va adabiyot orqali hal qildig'anlari va hal bo'lmaydigan taraflari va hal bo'lgan taraflari qilib qilib hal bo'lmaydigan texnicha bo'lmagan taraflarni kitobimizning ikki bobi, ya'ni ilmul maani birinchi bob va ilmul bayon ikkinchi bob orqali hal qildigan bo'lgan. Endi biz ilmul maani jumlalarning qurilma shakllarini, ifodalaydigan ma'nilarini, qaratiladigan e'tiborlarni va qaratiladigan hal taqozolarni tadqiq qiladigan nuqtadan jumlalarni tahlil qilgan, jumla ismiya bo'lsin, jumla fe'liya bo'lsin, uning asosiy bilak, qo'shimcha bilaklari tahlil qilib bizning ilmul maanimizdagi tadqiqot taraflarini 8 nuqtaga to'xtatgan. Buning birinchisi ahvol al-isnad al-xabariydi. Endi bu ahvol isnad al-xabariyda, ahvol al-isnad al-xabariyda biz isnad deganni tushuntirib, isnad degan musnad bilan muslayning o'rtasidagi aloqa yoki musnad bilan muslayning o'rtasida chiqadigan ma'no ifodalaydigan uqumni, bog'lanishni nima degandik? Isnad degandik. Ya'ni musnadning o'zi bir sifat, ya'ni sharikatni o'ziga olgan bir sifat. Muslayning o'zi shu sifatning sohibi, sharikatning egasi. Mush sharikat shu sharikatning egasiga bog'lanishdan bizning ifodalamoqchi bo'lgan muddaoyimiz isnad bo'lib, buningdagi asosli muddao ikki maqsadga bo'lingan. Birisi qarshi tarafga jumlaning mazmunini bildirish. Buni biz atalg'u jihatda foidatul xabar deb atagan. Yana birisi o'zining bildiganligini bildirish. Buni lozim foidatul xabar deb atagan. Undan boshqa qo'shimcha muddao maqsadlar ba deb so'zlab o'tgan. Endi bu yerda bir asosiy nuqta jumlaning mazmunini boshqalarga bildirish o'g'achqa, jumlaning mazmunini boshqalarga bildirish, jumlada nima taqozo qilsa, qanday qurilma taqozo qilsa, shu bo'yicha keltirish kerak. Muxotabning zehni jumlaning mazmunidan xoli bo'lib qolsa, shuning mos shaklda jumlani ta'kidsiz keltirsak bo'ladi. Agar taraddud ikkinlashib qolsa, bir ta'kidlan keltirsak yaxshi. Agar inkor qildigan bo'lib qolsa, inkorining ahvoliga qarab turib 1, 2, 3 o'ndan boshqa ko'plagan ta'kid yo'llari bilan ta'kid vositalari bilan ta'kidlab keltirsak bo'ladi. Buningdagi ta'kidsiz keltirgan shaklni biz ibtidoiy bir ta'kidlan keltirgan holatni, jumla shaklini talabiy, undan keyin inkorga qarab turib keltirgan shaklni inkoriy deb babga ayirib qoidalashtirgan. Mana bu holning taqozosi bo'yicha jumlani keltirish qoidasini muqtazo az-zohir deb atagan. Normalda jumla mushu bo'yicha qana qilindi, qo'llanildi. Mushu bo'yicha jumla uslubi keltirildi. Endi ba'zida
Ba'zi deganimiz, biz boshqa qaytsak, isnoddan bo'lgan maqsad qarshi tarafga muddaoyimizni ifodalash bo'lgancha, shu muddaoyimizni ifodalash biz yuqorida so'zlagan qoidadan g'ayri shaklda keltirishni taqozo qilsa, so'g'a odam bir ta'kidlan keltirdik, ta'kidsiz keltirishni taqozo qilsa, inkor qilgan odamga inkor qarab turib ta'kidlarni keltirdik, u ta'kidsiz keltirishni taqozo qilgani so'g'anni so'maganga o'xshash yoki inkor qilganni inkor qilmaganga o'xshash, inkor qilmagan odamni inkor qilganga o'xshash jumla keltirishni taqozo qilgan talablar bo'lib qolgan chaqda cümle yani şu asasda çıkarılsa buludu. Çünkü bizden birden bir muddaimiz halının taqazasına maslaşış, meyli o halının taqazasına maslaşış talebi zahirinin taqazasına, kaidinin taqazasına maslaşın, kemsun. Çünkü bizden muddaimiz, maqsadimiz başkalarına cümle mezmununu bildirip biriş. Muşunun için kaidege xilaflı, qılğan ve qılmagan şekilde cümle uslubu kullansak buludu. Yani kaidege mas şekilde keltirsek, galiben ahval bu. Bu cümleni muqtada zahirning bo'yicha qilgan bo'lamiz. Agar bu bo'yicha muddaimiz ado topmasa, buningdan sir bunga qarshi shaklda jumlani keltirgan bo'lsak, bu muqtadai holga tushgan bo'lamiz. Unga o'xshash balog'atga amal qilgan bo'lamiz, buningdan o'xshash balog'atga amal qilgan bo'lamiz. Demak, bu yerda bir narsani demoqchiki, avtor muddaoyini ifodalash uchun qo'llanilgan har bir uslub balog'at uslubi. Vela u tuzilgan, g'oliban ahvolga qarab tuzilgan qoidaga mos kelsin yoki mos kelmasin. Mos kelgan holat va kelmagan holatning har ikkalasi muddaoyini ifodalash uchun hol sendan talab qilayotgan taqozo shu, shuni amal qilganlikning holning taqozosiga amal qilganlik bo'ladi. Holning taqozosiga amal qilganlikning sening isnoddan bo'lgan asosiy talabga o'rindiganlik bo'ladi. Balog'atning asos ta'rifotiga shu tushidi deb gapni to'xtatgandik. Undan keyin biz yani isnod haqida to'xtalib, isnod deganni musnad musnadga bog'lanishi dedik. Musnadning musnadga nisbat birlashishi dedik. Musnadning musnadlay bizlar musnadni fe'l yoki fe'l ma'nosidagi bir sifat dedik. Shu xil sifatni musnadga bog'lash uchun cho'qima musnadning asli sahibi bo'lish kerak. Masalan, oldin soatim tushuntirib o'tgan o'stan oqdi sesli eqish degan sifat suvning sifati. Eqish suvga isnod qilinib, suvga nisbat berilib, suvga birilish kerakdi. Lekin biz buni ma'lum bir nimalar yusidan, jonlantirish yusidan uningga vermay o'stanga nisbat qildik. Ya'ni o'stan oqdi dedik. Masalan, yani isnodlar o'zi tava bo'lgan, o'zi oid bo'lgan sohibiga, musnadlar o'zi oid bo'lgan, o'zi tava bo'lgan sohibiga isnod qilinmasdan, shunga munosabatlik ya o'zining asli sohibining, asli musnadlarninki, asli mahuvallahninki zamoniga, ya makoniga, ya sababiga, ya fa'ilga, yoki maf'ulga degandek, yana bir munosabatlik tarafiga isnod qilingan bo'lsa, buni biz isnodni, mushu ikki bilakning o'rtasidagi munosabatni majoz munosabati degan to'q. Agar o'zi oid bo'lgan, o'zi tava bo'lgan, o'zining sohibi bo'lgan bilakka isnod qilingan bo'lsa, buni biz haqiqatda ikkiga ayirgan to'q. Ya'ni isnodni ikkiga bo'lgan to'q. Birisi majoz, isnod majoz aqli va haqiqatini aqli. Buning bu masalalarini, ahvollarini biz oldingi soatda so'zlab o'tgan. Endi bugungi darsimiz dal mujnu munosabatlik qo'shimcha mazmunlarga keldik. Oldingi soatda sizlarga so'zlagan ismda biz so'zlayotgan hozirgi isnoddagi majoz, ya'ni majozi aqli bu faqat musnad bilan muslay jumlaning ikki bo'lagi o'rtasidagi munosabat yuz bergan majoz. Ya'ni musnad o'zining sohibi bo'lgan musnadlarga isnod qilindi. Haqiqat o'zining sohibi bo'lgan musnadlarning ma'lum bir munosabatlik tarafiga isnod qilindi, shunga bog'landi. Buni majoz degandik. Endi arab tilida ma'nodan boshqa yana bir majoz bor. Ya'ni so'zliklarda topiladigan majoz. Sözler aslida tayinlangan bir ma'nosi bo'ladi so'zningki. Söz shu ma'noda qo'llanildi. Ammo ma'lum bir jonlantirish va yoki boshqa maqsadlar tufaylidan so'z o'zi asli tayinlangan ma'noda qo'llanilmasdan, shunga munosabatlik yana bir ma'noda qo'llanilgan bo'lsa, buni biz so'zdagi majoz deymiz. Buning balog'atga atalg'usi majoz lug'aviy. Endi biz bir jumlani tahlil qilgan vaqtimizda isnodiga qarab turib haqiqat aqli, majoz aqlidan ikkiga bo'lgan bo'lsak, jumlaninki muslay va musnadiga qarab turib to'rtni chiqargan bo'ladi. Ya'ni musnad muslay tarafi ikkilasi haqiqat, ya'ni haqiqat lug'aviy degani ikki so'z o'z ma'nosida qo'llanilgan bir.
yoki ikkilisi majaz ma'noda qo'llanilgan bu ikki yoki musnad haqiqat muslay majaz yoki musnad majaz muslay haqiqat shaklda manda qo'llanilgan nuqtadan buni to'rtga bo'linadi. Amaliyotda bu to'rtga bo'lish bu yerda deydigan gap emas. Endi bu majaz lug'vi deydigan gap. Ammo hozir isnodga ketyapmiz. Isnod ikki musnad muslay tarafiga munosabatlik. Isnoddan majaz haqiqatni ayirdik. Shu asosda deb qilib o'tib ketaylik. Musnad va muslaymo lug'at nuqtadan haqiqat va majaz deb nechaga bo'linadi? To'rtga bo'linadi. Abtur shu yerga gapni yuritib deyotdi. Wa yanqasimul isnad bi'atibar tarafayhi ila arba'ati aqsam. Ya'ni isnod o'zining ikki taraf e'tibori bilan to'rt turga bo'linadi. Esimda bo'lsin, bu darsning asosiy mazmuni emas, faqat munosabat nuqtasidan mush mazmun bugungi darsimizga, yoki biz davom etayotgan darsimizga munosabat bo'lgan nuqtadan deyotdi. Shunda isnodki buning ikki tarafi haqiqat degani isnod o'zi isnod. Isnodning majozligi yoki haqiqatligi hozir bizga baribir bizga nisbatan muhim emas. Muhimi ikki tarafi, ya'ni ikkili tarafi, musnad va musnadlay tarafi lug'at nuqtasidan haqiqat. Masalan, Anbat Rabiul Baqla desa, bu yerdagi Anbatning Rabiga isnod qilinish masalasini biz tunugungi darsda ayirib bo'ldik. Agar bu mu'mindan deyilib ta'vil bo'lsa majaz bo'ladi. Dinsizdan deyilib ta'vil olmay mushni haqiqat deb o'ylasa, bunun bo'ladi. Haqiqat bo'ladi. Bu hozirgi bizning so'z temimiz emas. Hozir so'z temimiz Anbat Rabiul Baqla degan jumlaningki musnad taraf bo'lgan Anbatning lug'at ma'nosi va Rabi'ning lug'at ma'nosi. Tarjima qilsak ham ayat yoz fasli ko'ktot o'simliklarni o'stadi desa, biz Anbatani undirdi, o'stadi deb o'z ma'nosini tarjima qildik. Rabi'ni ayat yoz fasli tarjima qildik. Ikkinchi bir ma'noni iroda qildik. Bu yerdagi musnad va muslaydan iborat ikki bilakning o'z ma'nosida qo'llangan bo'ldi bu yerdagi holat. İkinci isnad, ikki tarafi majazan degani so'zlik nuqtasidan, lug'at nuqtasidan aslidagi ma'noda qo'llanilmay, g'ayri ma'noda qo'llanilgan. Masalan, ahyal arda shababuz zaman desa, zaminni zamanning yoshligi tirildirdi. Mush gapning o'zilam agar lug'at ma'nosini olsa qo'llashmay deymizki, zaminni aytiyoz pasli ko'katdi deymiz ma'noda. Chunki zaminni tirgizdi, tirildirdi degan gap bu haqiqat emas. Zin degan jinvon narsa emas, bizga o'xshash o'lib tiriladigan. Bu faqat ko'kirdi yoki quriydi. Mujnoga ahya degan lug'atning asliga tirgizdi, tirildirdi degan ma'nosini tashlab qo'yib, ko'katdi degan ma'no ishlatgan. Shababu zamonisi shabob shayb deganlar insonning sifati, yoshlik, qiyrilik deganlar. Bu yerda vaqtga berildi. Bu yerda biz yılning 4 faslini ertiyazdan başlanıdı deb qaralsa, ertiyaz fasli şu güzel yaş vaqti hesaplanıdı. Yaz fasli qiron davri hesaplansa, kuz fasli chash aqalgan fasli hesaplansa, qish faslini shayxlarga o'xshab, insonning hayotini bosqichlariga o'xshatib, ana shababni ertiyaz fasliga qo'llangan. Buni biz majaz lug'vi deymiz. Inshaalloh bu majaz lug'vi masalasi kitabımızdan ikinci babında ilmul bayanı sözlünüdü. Ama her halde az bilib olduğumuz başta bir cümlelerde, yani başta bir isnatlarda iki taraf mecazlıgan ahvallar mı var? Üçüncü, dördüncüsü iki tarafı muhtelif boğan, her xil boğan, okşamaydıgan şekilde kelgen isnat. Yani muslay hakikat, musnad mecaz. Muslay mecaz, musnad limo hakikat şekilde. Mesela bunun misali İki tarafı muhtelif bo'lgan isnod, buningda musnad haqiqat, muslay majaz bo'lgan Anbatul Baqla shababuz zaman desa, bayatni degan to'q Anbatani undirdi degan ma'noda tarjima qilamiz. O'z ma'nosida shababuz zamanni aytiyoz degan ma'noda tarjima qilamiz. Ya'ni bu majaz bo'ladi. Undan keyingisi ikki tarafı muhtelif musnad majaz, muslay haqiqat. Ahyal aradar rabi desa, rabi aytiyoz degan ma'noda o'z ma'nosida haqiqat, ahya deganni ko'katdi deb tarjima qilamiz. Bu nim bo'ladi, majaz bo'ladi. Shunda qilib hisobda isnod ikki taraf nuqtasidan to'rt turga bo'lindi. Mushu xil isnod ham ikki tarafi muxtalif bo'lgan isnodlar Qur'oni Karimda intayin ko'p. Masalan, demak o'g'limiz hamda Qur'ondagi mushna kelib qolsa, biz buni lug'at ma'nosini emas, majoziy jonlantiruv ma'nolarini tarjima qilishimiz kerak. Masalan, va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Ular Allohning oyati tilovat qilinsa, ularning iymonini ziyoda qiladi desa, oyat iymonni ziyoda qilmaydi. Iymonni ziyoda qildigani Allah. Bu yerda faqat sabab nuqtasidan ziyoda qilish degan harakat, ya'ni sifat oyatga isnod qilindi. Bu o'xshashlar majaz.
Yuzabbihu abna'ahum desa Fir'avn chiqib Bani İsrailning bolalarini o'z qo'lidan bo'g'izlamaydi. Bu faqat sababga, ya'ni buyruq qismat qilingan bo'g'izlaydigan amaliyotda askarlar va jollatlar. Ve yanzi'u anhuma libasahuma dis Adem aleyhisselam bilan Hava aleyhisselamninki kiyimini şeytan saldırıp etmedi. Fakat şeytanın gepini anlaş sebeplik Allah saldırıp ularning kiyimini. Bu faqat sebep bo'ldi. Bunda isnat qilindi sebep nuqtasidan. Yawma yaj'alul wildana shiba desa kichik bolalarni qirib qo'ydigan bir kun u deb qiyomatning tasvirida kun kichik bolalarni qirib qilmaydi. Kunda kichik bolalar qirib ketadi oyada. Demak cho'g'ini dahshatning qattiqligidan, azobning qattiqligidan, qo'rqinishning ig'irligidan. Va akhrajatul ardu asqalaha desa o'xshash. Zaminning astidagi yuklarni ustiga chiqarib, zaminning o'zini ish harakati emas. Faqat zamin shunga maqom bo'lib turibdi, makon bo'lib turadigan bir makoniga isnot qilingan bo'ldi. Bunda ahvollar Qur'oni Karimda eng ko'p. Endi gapning boshiga qaytsak, biz isnotning 5'idilla, isnotga kamasdilla jumlani ikkiga ayirib olgan. Yani cümle habariye, cümle inşaiye. İkiga ayırib olgan. Bu haqda tushunchalarni biz shu vaqtdagi darslarda bir o'tgan. Endi bizning yuqorida isnotninki haqiqat, majozlik taraflarini sapla xabariy jumlalarni misolga olib turdik. Amaliyotda yuqoridagi isnotninki majozlik haqiqat nuqtalarni inshoi jumlalardan normal xabariy jumlalarga o'xshash qo'llanaveradi. Shunga olib turdi. Majoz aqli xabar jumlalarga ham xos emas, balki insho jumlalardan joriy bo'ladi. Qur'ondan misal ya hamanubni li sarha. Ey Haman, mana bir cho'ng qasrdan birini seppagan, men Musoning ilohini ko'rib baqay. Bir iloh bor deydi, osmon deydi, bir chiqib baqmayman. Ya'ni ya hamanubni, ya'ni bana yabnidan chiqqan buyruq bu inshoga tavahmi bilan bilamiz buni, talabiy qismga tava. Mushu Haman vazirga qana qilindi, isnot qilindi. Amaliyotda qurilish qilish, bino qurish uning amaliy ish harakati emas. Aslida qurilishlar qiladi uni, lekin bu bir buyruqqa sabab bo'lgan nuqtadan isnot qilindi. Mana insho olgan bu. Bu masalani tushunsak bo'ladi. Tamam. Endi biz qaysi kuni, ya'ni oldingi darsda ba'zi jumlalar digitchining ahvoliga qarab turib nim bo'ladi. Majoz haqiqatligiga oydinlashadi. Masalan, men o'zimni musulmon, mu'min deb biladigan bo'lg'achqa, mening ig'zimdan chiqqan madora mening keslimimga foyda qildi degan gapni biz majoz qilamiz. Chunki uning dalili men musulmon, mening musulmonligim dalil. Qaysi kuni Ibn Najmninki mayyaza anhu qunzu an qunzu degan shirisini majozga oladi. Sabab chunki shirning oxirgi baytida afnahu qilullohi lish-shams tla'i degan bu so'zi buning Allohga ishini degan, Allohning hamma ishining sohili ekanligi ishini degan bir musulmon ekanligini uqtagan degan, anda bo'lsa uning gapini nega hisob majoz qilsam dedik. Uning oldidagi ashaba as-saghira afna al-kabir degan shirdagi ashaba va afna degan fillarni karrul g'adat marrul ashig'i bo'lgan isnodini majoz haqiqatga hamla qilinmaydi islam. Agar avtori musulmon emasligi bilinmasa, musulmon bo'lsa majoz bo'ladi, dinsiz bo'lib qolsa, kofir bo'lib qolsa, u haqiqat bo'ladi deb to'xtagandik. Musulmonning hammasiga bir qarina izdigan to'q, biz dalil izdigan to'q. Endi avtor shu gapni qilib, chunki majoz degan nima desa, mayli majoz aqli olsun bizning hozirgi darsimizning temasi yoki majoz lug'iy olsun, kitobning 2-qismida keladigan so'zlarningki o'rin. Majoz degan bir shayninki asli o'zining bo'lgan o'rindan g'ayri o'rinda qo'llanishi. Isnotdimi shu, lug'atdimi shu. Majoz aqli bir isnotning, ya'ni bir musnatningki o'zining sohib bo'lmagan, o'zi oid bo'lmagan bir sifat egisi, bir ish harakatining egisiga isnot qilinishi. Lug'iy majoz deganimiz so'z bir so'z aslida tayinlangan ma'nodan g'ayri ma'noda qo'llanishi. Demak, majoz degan nima desa, har shayning o'zining aslidagi o'rnidan g'ayri o'rinda qanday qilinishi, qo'llanishi. Demak, buni degan ekanimiz o'z o'rnidan yo'tilib ketgan narsa deganni to'g'ri tushunish uchun buni o'zining o'rnidan yo'tkilib yana bir o'rinda qo'llanilganligiga bir dalil kerak. Olib turmush nuqtadan wala budda lil majaz min qarinatin lafziyya. Majazga cho'qim lafziy qarina kerak deydi. Xuddi Ibn Najmning so'zida biz bayat dedim-ku, mayyaza anhu quzan an quzunninki majazligiga keyindagi afnahu qilullohi lish-shamsini dalil qildik. Xuddi Ibn Najmninki afnahu qilullohi lish-shamsi degan so'zni o'tgandaki, bu mayyazani majazga hamla qilishga dalil bo'lib kelgan. Ma'noda dalil kerak yoki ma'naviy qarina kerak, kimda qarab bilgiladigan qarina bo'lish kerak. Qarasak, u hech aftashmaga ahvol.
Hiç efendim mesela değil. Müşirin o uzbağı kitabın ağzımızda. Musnad deganimiz yani şu süpat yak şirketninki mazkur olgan muslay şöyle tilg'ilingan, isnat qilingan muslay bilan vujudga chiqishi aql noqtasidan mahal. Ma'u bir ma'naviy qarinning misoli. Mesela deyim adette, voy kapsiz bo'lsa, sizning shamilingiz buni uçurup keldi deb qo'yamiz Uyg'urlarda. Arablarda mahabbatuka ja'at ilay. Sizning muhabbatingiz bilan keldi. Hey, muhabbat degan o odamni epkilaydigan bir kuch va narsa emas u. Shu muhabbat sababidan keladi. Shamol uchib ketadigan uning kuchi yo'q, o'zlari kichik bir qog'oz emas, pay emas. Shunami ya? Bu faqat sabab noqtasidan bular va aql bilan har qanday odam normal bir logikaga tuyuqli ega odam tushunadigan gaplar. Ya'ni akagini uning muhabbati emas, balki muhabbat sababi o'zi keldi. Buni tushungili bo'ladi. Ma'u aqlan tushunildigini, odatan degani normalda hammadan tushunadigan odatda shu xil o'yinlashgan shakl. Masalan, Amir qo'shinni mag'lub qildi. Palanim dang'ich ketgan Xolid ibn Valid Parislarni mag'lub qildi desa, Xolid ibn Valid mag'lub qilmaydi-ku o'zi. Askarlar mag'lub qildi, faqat Xolid ibn Valid askarlarning g'alaba qilishiga sabab bo'lib qo'mondonlik qilgan qo'mondon. Mush nuqtadan isbot qilindi. Ma normalda odatda har qanday odam qana qila oladigan, tushunadigan bir gapda. Ve ondan başka muvahhidin sadır olan mu'minnin ağzından çıksa bu bir delil. Mesela Eşab Es-Sagir Abnul Kebir'de şu şairinninki Sultan Abdi'ninki mu'minligi bilinse mecaz, bilinmese mecaz emas. Doqamas mı? Muşunda bir delillik ve her halda meyl isnat, meyl lug'at jatik mecazlık olsun, isnatının, yani lug'at jatik mecazının mecaz ekanligiga birdan delil kerak. Delil qarab turib qana qilamiz, mecazligini hukm qilamiz. Endi mecaz deganga qaytadan kelsak, mecaz degan her şeyninki o'zga tava bo'lgan o'zining o'rnining g'ayrida qo'llanishdi emasmi? Hozir qo'llanayotganlar boshqa taraf. Ammo u aslida boshqa ma'noda. Unda aslini qanday bilamiz desa, mecaz aqlining haqiqatini bilish. Asli deganimiz, ya'ni ma musnad o'zi oid olmagan başka bir musliga isnat qilinibdi. Bunun asli o'zining musliga kim deydigan bir savol. Ashuni bilish ya oshkora bo'ladi. Qolay. Masalan, famara bihat tijaratuhum har qanday kichik o'lim biladi buni. Ularning tijarati hech ro'naq topmadi, tijarati foydalanmadi desa, foydali ro'naq topadigan tijorat olmaydi, tijoratning sahibi bo'ladi. Yani ular ticaretde pay topamı deb bunu biladi aniqlama. Yoki xafi bo'ladi, sarratni ru'yatuk sizni ko'rish uni xushal qildi desa, bu o'ylangan vaqtida odam mu'min bo'lgan vaqtda lekin Alloh sizni ko'rgan vaqtida buni xushal qildi degandek bunday shaklda xuddi she'rdimi yaziduka wajhuhu husnan idza ma dattahu nazra. Sizga uning yuzi go'zallikni ziyoda qildi desa, go'zal bo'laveradi, go'zal qiliyor. Asli go'zal qilmaydi-ku, Alloh go'zal qiladi uni. Yani yezidikullahu husnan fi vajhihi degan ma shaklda qo'limiz. Tamam, mishakiga vaqtda bizning isnot haqida deganimiz tugadi. Endi isnot mecaz aqli qismiga nisbatan balog'at peshvolaridan birisi İmam Sakkakining bir qarshi fikridan birisi. Biz bayatning yoqi musnad muslay bilakning ichidagi musnadning o'zi oid olmagan bir muslayga isnot qilinishini nim deb kevatimiz mecaz aqli degan atalıq bilan bayon qilyapmiz. Bu degan mecaz aqli deyapmiz endi. Yani isnotdagi bo'lgan o'z o'rnidan kuchni biz mecaz aqli. Am İmam Sakkaki rahimahullah mecaz aqli deb gap yo'q deydi. Mecaz aqli deb gap yo'q. Unda biz bayatni so'zlagan mecaz aqli deb atagan haliqi shakllarni, haliqi holatlarni nim deb ataysa, u deb istara bilginoya. Istara bilgin. Biz İmam Sakkakining istara bilginoy ta'rifatiga kitobning ikkinchi qismida tunuşumuz, kitabın tarifatını kitabın ikinci kısmında tunuyumuz. Tarifatını kitabın ikinci kısmında kilimiz. Ama hazır bu gap çıkıp kaldı. Anladınız biz yengil şekilde İmam Sakkaki'ninki istarı bilginayını kılan tarifatını alıp bakayla. İmam Sakkaki rahimahullah istarı bilginayı degan ne bu dese biz cumhuriyetini qop qo'yib turibmiz hazır. Çünkü kamidi. Fakat İmam Sakkaki'nin gapi lazım bo'lib qolgan davatimiz. Odatda ko'nglimizda bir shayga qana qilamiz o'xshatamiz. Tashbih bo'ldi bu yerda. Mushabbahun bih. Mushabbahun bih tashlanadi. Mushabbah so'zlanadi. Mushabbahdan
mushabbahun bih irada qılınıdı iddiaen. Andikin mushabbahning lavozim, mushabbahun bihning lavozimlari mushabbahga isbotlanadi deb mana deydi. Bu yerdagi yorqin muhim bo'lgan nuqta mushabbah so'zlanadi, mushabbahun bih tashlanadi, mushabbahdan mushabbahun bih iroda qilinadi. Ma'u Imom Sakkakining nazaridagi istarbikin. Tamam, uni qo'shilib turdi. O o'zay so'zlaymiz. Ammo hozir muhim bo'lgani mushu majoz aqlini, biz so'zlayotgan majoz aqlini Imom Sakkaki nima deydi? Istarbikin deydi. Biz yuqorida tushuntirgan majoz aqlini Imom Sakkaki tushunayotgan istarbikin sep baqsaq nurg'un masal chiqdi bu yerdan. Chunashqa mayada biz Imom Sakkakining gapini qabul qilolmaymiz. Imom Sakkakining fikri rad qilinadi. Uni rad qilish tafsilot jarayonlari intayin ko'p, tabiiyki bu yerga mos kelmaydi. So'zlab olmaymiz. Ammo avtor qisqagina bir necha misol orqali bizga Imom Sakkaki rahimahullohning fikrininki hech shayga mos emasligini, majoz aqli istarbikin emas deganga bir necha dalil keltirdi. Anglab boqaylik. Ya'ni Imom Sakkaki rahimahulloh majoz aqli degan gapni inkor qildi. Majoz aqli olmaydi. Majoz aqli yo'q deyotdi. Nimdab zahiban ila anna ma marra wa nahwahu ista'aratun bil kinoya. Yuqorida o'tgan va shunga o'xshagan uslublar istar bil kinoya dur degan ko'z qarashga berib turib, istar bil kinoya yo'q deydi. Istar bil kinoya narsa yo'q. Nima? Majoz aqli bir narsa yo'q. Majoz aqli yo'q. Majoz aqli emas, istar bil kinoya deydi. Tamam, shuni turibmiz. Endi biz shart istar bil kinoya bo'lamizki, istar bil kinoya degan nima ma'nosi Imom Sakkaki? Istar bil kinoya degan bir narsaga o'xshatamiz. Mushabbahun bihni tashlaymiz, mushabbahun bihni iroda qilamiz deydi Imom Sakkaki. Ammo jumhurning emas, jumhurning ko'tarib akilib, istar bil kinoya degan mandat edi menga. Sakkakining nazarida mushabbahun bihni iroda qiladi. Xo'sh, yuqorida o'tgan biz so'zlayotgan misollar var ya, shundan Imom Sakkakining gapiga cho'kizib turib, istar bil kinoya deb turib, tashbihni ashada taqdir qilib, mushabbahni so'zlanibdi, mushabbahun bih mushabbah iroda qilinadi deb turib qarab boqaylik, Sakkakining gapi to'g'ri chiqamdi, xato chiqamdi. Ala anna al-murad bir-rabi nimaga asosan desa, ya'ni rabi'dan maqsad, albatta rabiul baqilda haqiqiy rabi maqsad. Ya'ni bu yerda haqiqiy rabi bu mushabbah bu. İnbatning shuningga isnat qilinish, nisbat berilish nima bilan? Qiyrinisi bilan. Va ala hada al-qiyas tuhmal inda Sakkaki. Imom Sakkakining nazarida biz majoz aqlining bog'liqiga dalil uchun keltirilgan misol shavohidlarning hammasi mushuning asosan mushu qiyosga hamla qilinadi. Ya'ni bu yerdagi anbatadan rabi haqiqiy maqsad. Jumlada nima yo'q? Majoz aqlilik yo'q. Nimadagi isnot? Haqiqiy isnot. Bu yerda qandaqdir inbat o'zining g'ayr bo'lgan bir narsaga qanday qilinib qolmoqlik, isnot qilinib qolmoqlik bu yerda deb Imom Sakkaki rahimahulloh o'zining gapini mushtadar yaqilida oxirisida. Endi mishada Imom Sakkaki rahimahullohning gapidan o'zi bir zidlik chiqadi. Avval Imom Sakkaki rahimahullohning bu yerdagi qarshi majoz aqli yo'qman deydi. Ustodda majozlik yo'q bu yerda. Ya'ni anbata rabiy qisat qilinishi haqiqiy isnot deydi. Onda bunun ismi nima? Istar bil kinoya. Tamam, istar bil kinoyani qishib olsak, mushabbah, uni mushabbah iroda qilinadi. Hada ma istarib majoz aqlini qilgan inkor bilan istar bil kinoyaga bergan tushunchisini bir yerga ekilmaydi. Shunlashqa hada, ya'ni ra'yu Sakkaki rahimahullohning fikrida sal qarab baqish bor. O fikrni qabul qilolmaymiz. Xato chiqdi bu. Balki o'quvchining kallasida bir xillikni his qildim shu o'rinda. Da'du faqat rudda bima yas'ub daf'uhu. Uni daf'i qilish qiyin bo'lgan dalillar bilan rad qilinib bo'lgan o'digini Sakkaki xato ketgan ish. Nurg'un radiyal berildi. Bu uning maqomi emas, lekin har holda walau qubil dalil bayon qilganimiz agar Imom Sakkakining fikri qabul qilinib, buni biz majoz aqli demayli, istar bil kinoya deyli degan taqdirda
bir mul çatak çıkdı. Qana çatak çıkdı? Lastalzama ay yakuna al murad bi Aisha. Oyatdagi Aisha degan so'zdan murad nim bo'lib qilish lozim keladi? Sahibi bo'lib qilish. Chunki Sakkakining nazaridagi istiara bil kinoyada mushabbah so'zlanib, mushabbah bi irada qilinganki, turmushni odamga o'xshatib sahibiga, turmushdan odamni irada qilish to'g'ri kelib qoladi. Turmushdan odamni deganda u odam rozi degan gap bu deydi Sakkaki. Halbuki oyatni 5-dan o'qisak, fa huwa fi 'ayshatir radiya. U uning ichida o'zi bo'lib qoladi vaqtda. O adam turmuşda deganda o adam shu odamning ichida bo'lib qoladi. İnşallah bundan keyin keladi taqa bu Starbilkin ayının bayanida. Bu bir bizning dalilimiz. Addi sizlarga ko'rsatgan dalilim. Boshqa dalillar yo'q. Ammo Sakkakining gapiga kirsak chiqadigan chataqning birisi mana. Ikkinchisi, walama sahat al-idafa. Sakkakining gapiga kirib Starbilkin ay deb qo'ysak, ma'nun o'xshash cümlelerdeki izafet doğru olmaya kaladı ki naharuhu saimun dese bu cümle tıklı hata olur. Nimişka nahardın mı şu adamını irade kılsak huzumur şu adamı kaydıdı bir adamın üzünü üzgü irade kılmak kalır. Çünkü istihar bilkinay degenden ki lan muşebbahun bir irade kılır o vakitte. Bir nezine üzünü üzgü izafet kılış hata. Şeyini üzünü üzgü izafet kılış batıl oğallık için. Bu bir. Çünkü nahardın murad şu vaqtda şu falan nahurning o'zi bo'lib qoladi bu vaqtda. Shuni Sakkakining istarbil kinoyasi shu andi. Bu ikkinchi chataq. Uchinchisi, walama kana al-amru bil bina li Haman. Qurilish selishqa kelgan buyruq Haman olmay qoladi bu vaqtda. Dedi-ku, endi Sakkakining fikriga borsak, mushabbah bo'lib, mushabbahun bihi irada qilish kerak. Ya Haman ni salahadaki ubnining tigidagi damir Haman bo'lmay qoladi. Halbuki buyruq Haman. Ya Hamanning delilidir. Çünkü vaqtki murad işçilarni uzab qoladi vaqtida. Bu nechinchi chataq ma'u? 3-chi chataq. 4-chi chataq walastalzama aydan yana anbatar rabbul baql degan jumlani tushunish sam'iga degan shariatdan anglash to'g'ri kelib qoladi. Chunki Sakkaki rahimahulloh nazarida istiara isnad haqiqiy isnad. Anda olgan haqiqiy isnad bo'lib qolsa inbatni undirdigini haqiqiy undirici olan rabi bo'lishi kerak. Nauzubillah, inbat, ündürüş Allah'ın şerikti. Hem de Rabbi hakiki ündürüdü diye doğru kalsa Rabbi Allah'ın sıfatı oluş gerek ki şeriatte ondan sıfat yok, biz algan sıfat yok. Manda mesele çıkıdı. Çünkü ma terkip toğra keng taqalgan. Demek yukarıda 4 mesele kep çıkıdı. Birisi Aişet'ten sahibi murat oldu. Naharuhu sahibindeki izafet toğra oldu. Buyruk Haman olmuşuldu. Rabiul Baqliga Rabi şartın anlaşqa Allah'ın aşta bir sıfatı bağımı bunu anlaş doğru kıldı. Yukarıda doğru kelişlerinin hemmisi ve lavazim kullaha deyen gap yukarıda doğru kelişlerinin hemmisi muntafiyaki hata. Onda iş bulmaydı. Şunu olan Sakkaki rahimahullah'ın ki mecaz akli deyen gap yok. Istara bilkinay deyen gapi işte nurgun meselelerini keltirip çıkıldı. Şu yüzden biz onu rad qilamiz. Biz mecaz aqli devrimiz. Istar bilkinaya qarta bizning ayrim tushunchamiz va hammani inshaalloh ikkinchi qism ilmul bayon qilgan vaqtda Sakkakining ko'z qarashlarini tafsiliy bayon qilib shu yerda bayon qilamiz qolganini. Endi yeni Sakkakining fikri, yeni madem yeni quvvatkisi yo'q Sakkakining fikrini. Sakkakining fikri naharuhu saimun degan qurilmalarni buzilib ketdi ham. Nimishqa ma tarkib tashbihning ikki tarafini o'z ichiga olganlik uchun. Dedi-ku Sakkakining nazarida mushabbah so'zning mushabbahun bih tashlanadi degan bir gap bor. Naharuhu da naharni mushabbah, halqa adamni mushabbahun bih desak, bir jumlaning o'zida ham mushabbah nahar ham mushabbahun bihga huzumir tamba. Halbuki shu kalamni istarga hamla qilishni cheklaydi-ki, Sakkakining nazarida istar bilkinoyida cho'qim mushabbahtil qiladi, mushabbahun bih tashlanadi. Endi Sakkakining gibi men ham qana qilib ketdi, buzilib ketdi. Shuning bilan darsimiz og'irlashdi savoqdoshlar. Ama kalanlarda şu narsani qo'yib kelsin, biz nima so'zlasak so'zlaylik, munosabatlik taraflardan qanchalik chatnab kelsak chatnab ketaylik, misollarda qancha xalq kelsa xalq ketaylik, ammo isnod babida muhim bo'lgan narsa isnod degan zot nima? Isnodning ifodalaydigani nima? Bu shunday qilgan aydın olsun. Yani isnodni qayta takrorlab qo'yay. Isnod degan
cümlenin iki qurilmasining bağlanadigan munosabati. İki qurilma birga kelgandan keyin o'tirib chiqadigan ma'no, shu ma'no ya haqiqiy ma'no oladi, ya majoziy ma'no oladi. Ma ikkilarining bog'lanishi ya haqiqiy bog'lanish oladi, yoki majoziy bog'lanish oladi degan nuqtasi oldan chiqmasin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.